biz 4 ta narsani tasdiq qilib chiqamiz. Obyektimizning barcha noyob savdo takliflarini, shaxsiyatlarini ham o'rganib chiqib va ertalabdan kechgacha syomka qilib, u mijozini siz yo'qotib qo'yasiz. Har bitta loyihalarni segmentga bo'lib chiqdik. Target yoqishda va target videolarda nimalarga e'tibor berish? Qanday qilib qurilish sohasidagi kesimda oyiga 2 ta 3 ta uy sotuvidan stabilni 25 ta 30 tagacha uy sotuvigacha chiqardik. Bugungi darsligimiz aynan shu haqida bo'ladi. Endi keling, dars boshlashdan oldin men o'zimni tanishtiray. Men Meyxa Yusupovna 2 yillik tajribaga ega SMM mutaxassisman. Ko'pincha kurs yoki mahsulotlarni masshtabni sotib berishda yordam beraman. O'zimni qurilish sohasidagi kesimda, ya'ni Fotima Ahmedjanovada biz 1 yil ichida 350 dan ortiq uylarni sotib berdik va bu oyiga stabilni 25 ta 30 ta даже undan ham ortiq uy sotuviga erishdik. Bu uylarni hammasini biz boshlang'ich to'lov bilan sotdik va bularni qanday qilganimiz, har bitta qadamlarni bugun sizga aytib o'taman. Birinchi qadam Kastef, ya'ni chuqur analiz. Biz 4 ta narsani Kastef qilib chiqdik. Birinchi o'rinda Fotima Ahmedjanovani o'zlarini o'rganib chiqdik. Ular bizdan nimani xohlaydilar? Tanilishnimi, sotuvnimi yoki obunachinimi? Shuni bilib oldik. Agarda siz SMM mutaxassisi bo'lsangiz, birinchi o'rinda mijozingiz sizdan nimani talab qilayotganini bilib oling. Chunki hammasini birdan qilib bo'lmaydi. Hammasidan oz-oz bo'lib qoladi va o'rtada kelishmovchilik bo'lib qolishi mumkin. Keyin biz Fotima opani raspakovka lичности qildik, ya'ni shaxsiyatlarni ham o'rganib chiqdik. Bu bizga ssenariy yozishimiz uchun kerak edi. Ikkinchi Kastef, auditoriyani tahlil qilib chiqdik. Ularga qanday uylar kerak, qayerdan uylar kerak, qancha boshlang'ich to'lov bilan, nechinchi qavatda va necha metr kvadratdagi uylarni xohlashyapti, hammasini biz bilib oldik. Uchinchi Kastef, biz Fotima opani 20 dan ortiq loyihalarni o'rganib chiqdik. Ularni joylashuvi, metr kvadratlari, narxlari, noyob savdo takliflarini hammasini o'rganib, tablitsa qilib chiqdik va har bitta loyihalarni segmentga bo'lib chiqdik. Eng arzon uylar, eng qimmat uylar, elitni uylar, penthauslar, townhauslar, bo'lib to'lashga uylar va naqd pulga sotiladigan uylar kategoriyasiga bo'lib chiqdik. 4-chi Kastef, raqobatchilar analizi. Biz xuddi Fotima Ahmedjanovaga o'xshash Novostroyka uylarni sotadigan barcha realtorlarni o'rganib chiqdik. Ular qanday taklif berib sotishyapti, nech puldan sotishyapti va qayerdan uylarni sotishyapti, shuni o'rganib chiqdik va Samarqand bozorini umumiy tahlil qilib chiqdik. Ikkinchi qadam bu уже ssenariy. Biz 4 ta Kastef natijalari asosida ssenariy yozib chiqdik. Bu ssenariyning ichida obyektimizning barcha noyob savdo takliflarini, metr kvadrati, narxi, joylashuvini kiritdik. Chunki ko'rgan odam uy olmoqchi bo'lsa, narxi nech pul deb emas, balki bu uylarni qayerga borib ko'rishim mumkin yoki siz bilan qanday bog'lansam bo'ladi deb murojaat qilish uchun ham aynan shunday ssenariy tuzganmiz. Bundan tashqari boshqa ssenariylarimizda Fotima opaga ishonch baland bo'lishi uchun ham auditoriya analizidan kelib chiqqan holda eng ko'p berilgan savollarga javob sifatida ssenariy yozdik. Masalan, uy xarid qilayotganda uy shartnomasida nimalarga e'tibor berish kerak yoki qanday hujjatlarni olib borish kerak? To'y marosimlarini puliga 2 xonali uy olsa bo'ladimi? Kabi shunga o'xshash savollarga biz javob sifatida ssenariy yozib chiqdik. Bu ssenariylar Fotima opa bilan auditoriyani yaqinlashtirish va ishonchiga kirish uchun mo'ljallab qilingan edi. 3-chi qadam syomka. Biz Fotima opani bo'sh kunlarini aniqladik va ertalabdan kechgacha syomka qildik. Oyiga 30 tadan 40 tagacha videolarni syomka qildik va profillariga joyladik. Ularni hammasini ham profilga joylamadik, ba'zilarini probni qilib tashladik. Lekin shuni unutmangki, syomka vaqtida videoga tushuvchi odamning ham va butun komandani ham kayfiyati yaxshi bo'lishi kerak. Shunda videolaringiz chiroyli va sifatli chiqadi. 4-chi qadam onlayn konsultatsiya. Biz chet eldagi O'zbekiston fuqarolariga ham uy sotish maqsadida onlayn bepul konsultatsiya ochdik va buni reels qilib ham chiqardik. Keyin onlayn konsultatsiyaga qatnashganlar uydagilarni yuborishdi va bizdan uy xarid qilib ketishdi. Agarda siz qurilish sohasida bo'lsangiz, onlayn konsultatsiya qilib ko'ring. Lekin shuni unutmangki, siz WhatsApp yoki Telegramdan onlayn konsultatsiya o'tmoqchi bo'lsangiz, 24 soat javob beradigan assistent olishingiz kerak. Agarda siz qiziqib yozgan mijozga 20 daqiqaning ichida tezlikda javob bermasangiz, u mijozni siz yo'qotib qo'yasiz. Agarda siz u mijozga tezlikda aloqaga chiqsangiz va xohlagan uyini topib bersangiz, u sizdan tezlikda uy sotib oladi.
Beshinchi qadam bu target. Biz uy sotuvi uchun olgan barcha videolarimizga target yoqamiz. Target yoqishda va target videolarda nimalarga e'tibor berish kerak? Hozir sizga birma-bir sanab o'taman. Birinchi o'rinda target yoqadigan videoyingizda uylarning narxi, metr kvadrati, manzili, oylik qancha to'lovi va boshlang'ich to'lovi nech pulligini aytib o'tishingiz kerak. Agarda siz uylarni naqd pulga sotsangiz, unda naqd pulini ham aytib o'ting. Bundan tashqari, target yoqadigan videoyingizga albatta leadga target yoqing, ya'ni mijozlarni telefon nomerlarini yig'ib oling va uni call centerga bering. Agarda siz shu ma'lumotlar aytilingan videoga target yoqsangiz, leadlaringiz sifati ancha yuqori bo'ladi. Agar shu ma'lumotlar aytilinmagan bo'lsa, leadlaringiz sifatsiz bo'ladi. Bunda ham pulingiz, ham vaqtingiz ketadi va bu leadlarning ishonchiga kirish uchun ham kamida 3 oydan 6 oygacha vaqtingiz ketadi. Biz buni qisqartirish maqsadida Fotima opani har kunlik shartnomalarni Reels va istoriyaga qo'ya boshladik va mijozlarni oxirigacha dajim qildik. Shuni unutmangki, 100% dan hamisha 1% ni oling. Bu degani 100 ta mijozdan bittasi uy sotib oladi degani. Qolgan 99 tasi hozir sizdan uy sotib olmasa ham, kelgusida 3 oydan 2 yilgacha sizni kuzatib, albatta sizdan sotib oladi. Buning uchun siz ular bilan qayta aloqa qilib turishingiz kerak va mijoz bazasini tashkil qilishingiz kerak. Men sizlar uchun yanada to'liq qilib dars tayyorlaganman va uni seminarda sizga bermoqchiman. Seminarimga qabul Telegram kanalimda ochilgan va tafsil ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, adminga bog'laning. Hammangizni seminarimda kutib qolaman.